Shopirdanmi? Yo, shopir emas, hali mol bilan shug'ullanadigan aka bor. Ha, Xo'ja akammi? Xo'ja aka. Ha, Oqtoy akam. Nima bo'lgan? Ashki shuni opera qilganlar. Kim nima qilsa men javob. Rashid aka. Asana bir nazar qilib sindirib olaylik. Qarzi bo'lgan, Rashidda. Yaxshigina qarzi bo'lgan, bu bermagan. Ha. Kim nima qilsa men turib beraman sizga. Xavotir olmang. Lobi ashnadiyapti. Ha. Farqi yo'q aka. Nima bo'lgan keyin borgansiz Rashidda oilasi bilan? Rashidni oilasi bilan, Rashidni o'zi bilan. Ha, uyga nima bir narsalar yozib ketishgan. Uni kim yozib ketgan uni? Men yozmagan. Devoriga kim yozgan o'shanda o'sha? O'sha Lobi yozgan? Ulug'bek aka yozgan bilmayman. Nima deb yozishdi o'shanda? Ha, nima deb yozganini bilmayman. O'sha yerda urush bo'lganda Ulug'bek aka Rashidni urganlar. Nima deb urgan? Pul bermayman deganda, hamda bu xotiga olaman degan o'zakam. Ha. Xullas Rashid bermadimi pulni baribir? Bermadi. Bermaydi. Endi buni qarzi bo'lmasa qatdan beradi, to'g'rimi? Qarzi bor ekanda. Qancha qarzi bor ekan? Rashid o'zi tan olyaptimi o'sha qarzi borligi? Ha, qarzi bor, o billa borib o'tkazgan. Bo'ynigacha qo'yib beryapti hozir ekan. Bitta boyda nimasiga kondisioner qo'yib bergan, 8 ta, 24 lik. Rashid qo'yib bergan. Ha, hozir ekamdan o'rtasiga turib qo'yib bergan. Hamma yo'qni bo'yniga qo'yib beryapti. Pul yo'q deyapti. Necha pul o'zi berish kerak edi? 7100 ekan, shunaqa. Keyin Rashid to'lamadi, keyin Rashid qanaqalar oldilar endi? To'ladi bir bo'lsa. Ha, to'ladimi? To'lab Farg'onada domini tortib qo'ydi oxirgi paytda. Xo'ja akami? Ha, yomon-da Xo'ja akam. Ha, keyinchi nima bo'ldi endi? O'shandan keyin ko'rishgan. Rashidni sizni xotinini billa qo'shib berdi. Talaq tushdi. Rashid kelib haydab yubordi xotinini. Ashi Damaschi bilan qo'shib beribdi. Haydab yuborgan yo'q, shunda. Ashuna gaplar bo'ldi-da, to'g'rimi? Eshitganmisiz ashuna gaplar? Haydab yubordi degan, u haydab yubormagan. O'zi Buvasi bor-ku. Ha. Mana bu seni xotining, men onamman. Mana sen shuni kechasan degan. Ha. Men onamni tanlamayman, xotinimni tanlayman, xotinimni tanlayman. Rashidmi? Keyin o'shandan keyin mahallada hamma betiga tupurib olgan. Ha. Onangni kechib olding bitta xotinni. Yo'q, sizga nimaga gumon bo'lyapti? Men tushunmayapman-da. Nimaga sizni Rashidni xotini bilan akasi Tillo bor-ku. Tillo xotini bilan Rashidga Rashid xotini bilan ushlab oldi, ashi Damaschi bilan, Sanjar bilan degan gap eshitdim-da men. O'shandan keyin Rashid kelib talab berib yubordi xotiniga. Deb eshitdim. Unaqa umuman ish bo'lgan yo'q. O'yin bo'ladi. Ha? Alo. Siz xotiniga bu qilaganmi? Seriozmi? Seriyoz. Sindirdimi? Ana uni olaymi? Bitta bile hozir boraman. akaxonni bile xotinini mana shunaqa 5 ta o'g'li bor u akamon. Nima bunaqa qilib millioner bola-yu. Abdurashid aka, men taniyman, qo'shnim. Qanday? Ana uni olishim kerak edi. Mana shunaqa holat yopga qo'yishadi u bolani. Yaxshi bola-yu. Puli ko'p edi, to'g'rimi? Oddiy misol mana shuna davri kelganda men u bolani tanimasdim. Bitta Captiva'da kelardi o'zi, orqasida 20 ta Matisi orqasidan yurardi ashi bolani. Ishonasizmi? Mashinalar davri bo'lgan ashi bolani.
PMPSda ishlardi, azotda ishlarmidi, dadalari ham, o'zi ham o'shda ishlardi. Mana shu paytda shuna davr bo'lgan. Ne bo'lgan, Mir Captiva'da bunday kirib kelsa, eng qimmat mashinamizda. Orqasida 20 ta Damasi, Matisi arenda deb bolalar, shopir bolalar minib kirishardi orqasida. Men ko'rardim-da yoshligimda. Davri kelganda Rashid yomon boy bo'lgan shanasini. Ehsonli bola bo'lgan bu bola. Yana bilmayman endi. Kimlargadir qanaqadir nima bo'lgandir u. Murod akam bilan urushib qoluvdim hurmatli Rashid bilan. Murod akam bor, mahallasiga qo'shnisi. Ha, paskudaligi bor ona. Ashular Kambag'allarga yordam bermasdi. O'zi u o'rtacha bola ekanda, endi olgandan keyin oldimni berish kerak-da u. Boro qaborsiz moror degan Hoji akamga. Ha. Hoji akam ham birovga haqqini berib beradigan bola emas u. Ha, ular o'zdan problemasi. U Abdurashid bor-u, shanasini ashta shaharda aytyapman sizga Captiva'da kirib kelardi. Orqasidan 20 ta Matisi arenda deydi. 20 ta Matisi bor edi ash bola. Ash bola kirib kelardi ashikka, orqasidan Matislari bunday kirib kelishardi. Bitta mashina bilan yurmasdi u bola. Bo'lmadi deganda 20 ta mashina orqasidan yuradi. 20 ta bola degani bu, tushunyapsizmi? Mashina davrida ko'rgan, mashina bolaga bergan, mashina paytda davrga kelgan ash bolani. Xudo bergan u bolaga. Ushlab qolmagan. Ha. U paytda ash qochakingiz bor sizlarni, anaqa qilgan bola. Bu bola mol boqib, ahlatda yurardi u bola. Qochakingiz. Men javob beraman gapimga, gapirayotgan gapimga, любой gapimga javob beraman. Men nimaga ko'rganimni gapiryapman, eshitganimni, ko'rganimni gapiryapman. O'zim to'qib gapirayotganim yo'q. Zo'ring bo'lsa chiqaver, yakka-makka solishaveraman, zo'ring bilan. Shaharda kiming zo'ring bo'lsa. Ku otiz Sanjarmi? Tezroq yuring. Men Marg'ilonga tushishim kerak. O'zingiz ishlaringizni bitirib yuribsiz. Shu magazindan narsa olaman dedim. Narsa olaman dedi. Tezlashing buning, anaqa bo'layim sizga. Bunaqa qilib klientlar so'g'ilib aylanib yurmaydi. Marg'ilonda ham daxo'ya. Magazin matdan daxo kerak bilan. Menga bitta Gorilla oling. Qo'yani shu Allohga pul bermaysiz shuni. Sizga men pul bermaysiz, xo'pmi? Pul bermaysiz, men sizga aytayapman. Pul bersiz. Alayhissalom. Ha, hali bunga kerak, bag'li qildi. Bu xarabga pul bermaysiz, tushundingizmi? Bu xarab bitta oilani buzib yubordi. 5 ta o'g'li bor ekani, xotini bilan birga yurib, bu buzib yubordi bu xarobni. Kutiga sizga pul bermaysiz, tushundingizmi? Pul bersiz, men sizdan xafa bo'laman. Instagramga kirsangiz, G'ayratjon 13-12 qilsangiz ashdan chiqaman. YouTube kanaliga kirsangiz, G'ayratjon Haydarov yozsangiz chiqaman. Bugun juma kuni bepul qatnadim. 13-10 ishlayman. Bugun yana safar mashinamga chiqib qolsangiz, 820 mashinam nomeri. Mashinamga chiqib qolsangiz, bugun podpiska bosgan bo'lsangiz, asha nimaga kanaliga $100 beraman. Erga emas, joqqa javob. Men $100 bermagan, erga emas. Tushundingizmi? Otizmmi? Instagramda G'ayratjon 13-12. Azbem otiz. Inshaalloh duo qiling, mana shu podpiska qilib videolarimni ko'ring. Yana safar mashinamga chiqib qolsangiz, 820 ga. Erga emas, o'sha kambag'alga men $100 beraman, javob, joqqa javob. Men gapiryapman, qilaman shu ishni. Xudo xolasa. Agar ko'rishib qolsangiz, nasib bo'lsa, inshaalloh asli yaxshi bola ekansiz, zo'r bola ekansiz. Молодец. Ashuna bola bo'ling.
Shoshilashga qo'yib olaman. Vallahi ham qo'ying. Ketaveradi. Aşağı qo'ying, mashina bratishkaniga orqaga qo'ying. Shopir bola uyga olib kirasiz, uyga olsin. Nechta bolalardan sizda farzandlar? Ikkita qiz o'g'il, Bitta o'g'il, bitta qiz. Anu bilan men hali ham diqqat bo'laman. Tanuvni Rashid akamni xotini bor-ku. Nima siz bilan anaqa bo'lib qolganiga? Qanaqa bo'lib tanishib qolgansiz shu ayol bilan? Mana shu Ulug'bek akam orqali tanishgan. Ulug'bek aka orqali tanishdingiz, endi undan keyin jinsiy aloqa bo'lganmi, bo'lmaganmi? Nima yo'q? Xudoni oldida, bandasini oldida ham aka kechirmaydi. Javob beraverasiz, Xudoning oldida ham, bandasini oldida ham javob beraveraman. Nima bo'lmagan deyapsiz, to'g'rimi? Inshaalloh bo'lmagani rost bo'lsin. Ilohim Sanjarbek do'stim, birovni oilasini buzib yuborish yomon-da. Men juda ham afsuslanganman mana shu narsaga. Sizni eshitib turib, O'zicha har ko'rganimda Sanjar Iplos bola, shu Rashid oilasini buzib yubordi deb, men pastayan ashuna xayolda yurardim. Bugun meni mashinangizga chiqdim, men gaplashyapmiz. Uka, agar shunaqa qilmagan bo'lsangiz, agar jinsiy aloqa qilmagan bo'lsangiz o'sha ayol bilan sizni deb ashula ajrashib ketishmagan bo'lsa, men sizga duo qilaman. Ammo agar Rashid o'ziga ham aytilgan. Xudoni oldida ham, bandasini oldida ham javob degansiz. Inshaalloh. Boringizga shukur. Sanjarbek mashina bola bo'lish kerak-da, mard bo'lish kerak. Erkak kishi haligi kaminat lideri Murod akam bilan kecha ro'para qilgan. hali Bakisur Dilmurod akangizlarga nima bo'lgandi? Akamni chaqirganman, akamni tanishsizga. Kim aka? Qora Muxtor. Ha, ona arasi o'tayotgan Qora Muxtor ukasimisiz? Ro'para qilib, hamma yo'lni nima qilib turib, Rashid o'zini betiga tupurib olishdi. Dilmurod akalar. U boshqacha gaplar gapirganda, hammani ro'para qilib, aka dedim, Xudoni oldida ham, bandasini oldida ham, man Chin joniga men og'zim toza, og'zimga olmaganman. Hamadagi energetikchiman. Iltimos, bir xuddi. Hamadagi ilingan Olla suv ketadimi? Bittadan qo'playdi. Nasib bo'lsa, uka o'zingiz ichasizmi? yo'q, aka beraman. Bola Instagramga kirsalaring, G'ayratjon 13 o'nak kirsalaring chiqaman. Bugun ehsonga bepul qatnayapmiz. Mana shopir bola ham pul olmaydilar, xudo xolasa. Podpiska bosib qo'ysalaring, har juma kuni $100 pul beraman. Qaysi bir mashina o'sha mashinamga chiqsalaring, men o'sha bolaga $100 pul beraman. Inshaalloh joqqa javob. Instagramga podpiska bosib qo'ysalaring, G'ayratjon 13 o'naki lekin YouTube kanalida G'ayratjon Haydarov yozsalaring chiqaman. Bu shopir bolaga ham pul bermaylar, men bu bolaga o'zim to'lab beraman. Iltimos qilaman. Jon akalar, bugun shundan oxiratga ishlayapmiz inshaalloh. Mas'ul bo'pti yo jinniki ani bola demaydi. Bitta kirib podpiska bosib qo'yinglar, ya'ni jumaga ko'rish bo'lsa $100 beraman. Aka so'rayman, kim bo'lsa o'sha odamga $100 beraman. Inshaalloh. Alloh sharmanda qilmasin. Har bandani. Duo qilinglar, kambag'allarga yordam beryapman. Xo'ramxo'rlarni nakazat qilyapman. Viloyat hokimidan tortib prokurormi, esimda ishlaydimi u, milisa xodimimi, hammasini bizga xizmatkor, biz xalq, bizga xizmatkor ular. O'shalarni nakazat qilyapman. Xo'ramxo'r ishlaganini, halol ishlaganini bas. Xo'ramxo'r ishlaganini nakazat qilyapman. Inshaalloh duo qilinglar, podpiska bosinglar. Bugun
bepul mana. Juma kuni, har juma kuni oxiratga ishlayapmiz. Bugun pul to'lasalaring xafa bo'lamiz sizlar. Agar sizdan oxirgi chiqsangiz eshitib oling, pul to'lasangiz sizdan xafa bo'lamiz. Sentrgacha shopir bola ham pul olmaydilar. Inshaalloh Xayratjon 13-12 qilsangiz Instagramda chiqaman aka. Podpiska qilib qo'ygan bo'lsangiz har juma kuni $100 pul beryapman. Podpiska qilgan bu mana podpiska qilganmisiz deb so'rayman o'sha odamdan. Agar podpiska qilganman, mana akani ko'rsatsa, men o'sha odamga $100 pul beraman. Inshaalloh o'shanga qodir qilib bergan Allohim men beraman. Bugun ham hozir tushasalar, men shopir bolaga pul bermaylar. Mendan Allohning yo'lida mendan sizlarga shunaqa. Agar ko'yingiz bo'lmasdan cho'ntagingizni ko'ylab berib yurmang, jon aka, tushuntiralyapman. Men hammalaringga pul bermaylar deyapman. Inshaalloh cho'ntay tutmay tushib ketinglar. Yo Marg'ilongacha borib hammalaring tushishlarni kutishim kerak emas. Gastronomda tushib qolaman. Shopir bola, pul olsangiz mana shu yerda hamma boladan. Men xafa bo'laman sizdan. Sanjarbek do'stim, eshityapsan meni? Pul olsangiz xafa bo'laman. Mana shu yerda eshitib bola bo'lsa, pul olmang, tushundingizmi? Men sizga Allohning yo'lida yurgan bolaman. Xudo xolasa, ya'ni jumaga podpiska bosib qo'ygan bo'lsangiz $100 beraman sizga. Sizdan so'rayman, birinchi chiqib. Tushundingizmi? Mana shu 10-13 ishlayman. Mashinamning nomeri 820. Damas, oq Damas. Tushuntiralyapman, vallahi iltimos qilaman, pul bermaydi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Kirgili mozor pirim tarbiya qilib madad qilsinlar. Robbina atina fid dunya hasanatan va fil oxirat hasanatan va qina azabannar. Rahmatika hamaro. Mashina o'tganlarning pastani tahlilati duo qilib o'tiringlar. Kirgili mozor pirim bor batda. Inshaalloh mana shu yerda duo qilib o'tgan odamlar mashinada o'tganlarida ham bitta qo'lda duo qilib o'tishgan kattachilik kirmaydi. Mashinada bo'lsangiz bitta qo'lingizda duo qilib o'tirasiz. Allohu akbar. Pulol. Aka tushunmas yo'q, aka men sizga aytayapman, men sizga to'ladim deb hisob qiling. Aka men sizga erkakcha gapiryapman, iltimos. Podpiska qilib qo'ysalar bo'l, jon akalar, pul bermaylarmi u bolaga o'xshab. Men bu bolani rozi qilib beraman. Sizlar uchun rozi qilaman. Faqat podpiska bosinglar, like bosib qo'yinglar o'sha G'ayratjon. Meni niyatim yuqala. Kambag'allarga yordam berish, qoramxo'rlarni nakazat qilish. Mana bugun 5 bolani lo'li mahallani yo'qib tushyapman. Hamma lo'li nasha sotadigan lo'lilarni 100 ta lo'li bo'lsa, 100 ta lo'lini quvib yurib tepdim. Mana shunaqa haybat berib berdim men. Yazbek ukam qatta edi ulang. Sentrda o'zdan qadada Vokzal Abdurashid Kachoy bolalar va Hasan Husanlar. Shu vokzalga kelganingizda. Mana mana shu yerda sentrda onamni uyi shu yerda tog'amlar. O'zim mana gastronomiyman. Ukam men sizga ishondim, kelajagimsiz sizmi? Podpiska bosing. Keyingi safar ko'rib qolsam, men sizga $100 beraman, so'rasam, agar yo'paramdan chiqib qolsangiz 800 ga o'qitaman. 10-13 ishlayman ukam. Men sizga javob qilyapman. $100 beraman. Men pulim ko'p. Allohning oldida pulim ko'p. Men o'zi bitta kambag'al bo'laman. Jonim ukam, Azbek aziz qilib yaratibdi sizni Allohim. Onangiz qo'ygan, otangiz qo'ygan, otangizni aziz bo'lib yaratibsiz. Jonim ukam, men tushundingiz-a? Pul bermaysiz, yo tushib ketsam pul berasiz. Gastronomda tushib qolaman. Agar shopir pul olsa, men xafa bo'laman shopirdan. Jonim ukam, men iltimos sizdan. Sanjarbek. Mana shunaqa gaplarding. Men Allohning oldida halol bola bo'lgan bo'lsangiz, men sizga aytayapman, do'stim.
Ya'ni juma kuni birinchi sizdan chiqib so'rayman, sizga 100 dollar pul beraman. Mana bugungi bolalarda puli menga mana garilla olib berdingiz. Ukam nechinchi yilsiz? 85. Ha, mendan kichkina ekan. Mol ekan-a uchalingiz? Ha, meniki tovuqda, men xo'roz meniki. Ukam sog' bo'ling. Narasi solishqa olaman-da, to'g'la urushqa oladi, bilasizmi? Keyin ozonni chaqiradi. Allohu akbar! O'g'aninglar namozga deb. Bilasizmi, xo'roz ashuna baqiradi. Ertalabda. Mana xo'rozman. Xo'ja kezlar hammalari meni yaxshi tanishadi, ukam. Bugunda qat olmay turasanmi? Men nastroydaman, ha? Billo bolalardan pul olmaysizmi? Seryozniymi? Qarang, nima pul olsiz, men azbiga aytadim menga. Men to'layman hammalaringga inshaalloh. Ukam, bo'ldi, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Sanjarbek, asha Instagramim, xolasiz nomerimni ham beraman. 92 kodi bilan 122 17 32 do'stim. Ash gastronomda 18-maktabda yo'q parasli uy meniki. Bilasizmi uyimni? Ash Abdurashiddakiz, ash Ulug'bekizlar yonidaman. Любой payt qanaqa xizmat bo'lsa kelaverasiz. Nohaqdan kimdir pulingizni olib bergan bo'lsa olib beraman uka. Kambag'allarga yordam qilib yuribman uka. Inshaalloh. Men aytyapman, juma kuni xudo xolasa, ya'ni juma kuni yo'paramdan chiqib bo'lsangiz, podpiska bosgan bo'lsangiz, Instagramga kirib, Xayratjon 13-12 qilsangiz chiqaman. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Ana Yulduzxonni ko'chasimi? Toshkentga keldingizmi shu? O, nari svetofordan. Bir 200 metr uyimni oldiga olib kirib berasiz. Yo'q, men qarab turishim aka. Akam Nima bo'pti qarab turishga? Akam sentrga chiqib qarab turibdi. Nima bo'pti qarab turgan? 2 minutdan ba'd meni 50 metr yurasiz xolos. Men eshigimni tagiga yetib olaman, piyoda yurolmayman, yo'lni o'tolmayman. Bitta xo'ran xo'r urib ketmasin meni yo'lni bo'yida mashinada. Hali bitta Malibu'da orqamdan kelib Damas'da ketyapsan, azbi. Orqamdan bitta Malibu kelib bitta urib olib, o'zi uryapti orqamdan kelib. Shutri xuyet qilyapsam, gay chaqiraman dedi. Sening tarafingni olgan gay dedim. Ko'tiga sikama hozir, chaqir gay dedim. Shapalaq bilan bir turdim, 4 ta ayol tushib menga yundalashni boshlashdi. Yo'qo'nayinizcha qo'ram qo'llar hammani so'kib turib ketib bordim. Dinna qo'ydi. Ha, erkakcha gap. Hozir 1 minut qaytarilib etdi. Ana yürü. Ashibiyonki garajda oldim ana uyim. Bu shkol 18. Ro'ring, ha. Ana shu 18-maktab. Xudo xolasa ashga mo'yka, novoyxona, konditerskiy sex hamma yo'q ochaman. Mana shu yerga inshaalloh kelaverasizlar, ha? Bo'ldi. Sanjarbek, Bo'lyapti. inshaalloh ukam, ertaga ko'rishyapmiz siz bilan, ha? Azizbek, ukam, kelaverasan uka, mana shu yerdaman. Santengi o'g'lim bor, ko'rsataman. Zo'r bola. Tanishtirib beraman. Akalar, sog' bo'linglar. Podpiska bosinglar, juma kuni inshaalloh agar ko'rishib qolsa 100 dollar beraman, erkakcha gap. Joqqa javob. Sog' bo'linglar. Yaxshi. Hop.